Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 4-darsimiz va bugundan boshlab biz create CRUD operatsiyalarini bajarishni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda create funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz uchun bitta yangi extension o'rnatib olishimiz kerak nima loyihamizga. Loyihaga emas, biz kodimizga. Mana bu Postman degan extensionlar bo'limiga kirib Postman deb qidiradigan bo'lsangiz, mana shu extension chiqadi. Shu extensionni install qilib o'rnatib olishingiz kerak va mana bu yerda Postmanning belgisi paydo bo'ladi. Bunga kiradigan bo'lsak, boshiga sign in degan buyruq chiqib, login qilishni so'raydi va sign in da bosib Google bilan login qilib olsa bo'ladi. Shundan keyin biz bu extensiondan foydalanishimiz mumkin. Yoki agar extensiondan foydalanishni istamasangiz, Google ga kirib Postman download deb yozadigan bo'lsangiz, Postmanning o'zini ofisial saytidan kompyuter uchun Windows yoki Mac OS uchun Postmanni yuklab olishingiz mumkin. Bu Postman dasturi ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, bilmaganlar uchun bu API'larimizni test qilish uchun kerak bo'ladigan bitta dastur. Va biz API yaratishni boshlaymiz. Buning uchun biz app papkasining ichiga Next.js ni o'zining imkoniyatiga ko'ra API degan papka yaratamiz. API. Bu API degan papkamizning ichiga biz to'liq API lar bilan ishlashimiz mumkin. Va biz mana bu Prisma modeliga qaraydigan bo'lsak, biz hozircha faqat user modelini yaratganmiz. Ya'ni biz faqat user bilan create, read, update, delete funksiyalarini user modeli asosida bajarishimiz kerak. Shuning uchun ham men API uchun yangi bitta papka ochaman, user degan. Yoki users degan bitta papka ochaman, API users va buning ichiga route.ts degan fayl ochaman. Ya'ni TypeScript bilan ishlayotganimiz uchun .ts deyiladi, bo'lmasa .js bo'lar edi. Xo'p, demak, bu yerda birinchi navbatda asyncron funksiya yaratib olamiz. Export async function va mana bu yerga nomi post bo'ladi. Funksiyaning nomi post bo'ladi. Bu request degan argument qabul qiladi va bu yerda request degan type berib qo'yamiz. Bu darslarni ko'rish uchun sizlar Next.js API bo'limi haqida biroz bilishingiz kerak. Chunki ushbu to'xtalib o'tirmayman. Bu post funksiyasi ma'lumot create qilish uchun ishlatiladigan bu request, tamom. Ya'ni bunga o'zimizdan nom qo'ya olmaymiz, shunchaki post bu qat'iy buyruq. Va biz ya'ni kodni to'liq ham yozib o'tirmayman. Misol uchun try catchlar yoki validatsiyalar qo'yishlarni yozib o'tirmayman. Darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun birinchi navbatda biz front-enddan keladigan ma'lumotlarni ushlab olishimiz kerak. Constantda deyman, destruksiyasi orqali bitta objekt yaratib qo'yaman, await va request.json deyman. Ya'ni request.json orqali biz front-end yuborgan barcha ma'lumotlarni ushlab olishimiz mumkin. Va biz qanaqa ma'lumotlar front-enddan keladi? ID ni neon.db ma'lumotlar bazamiz o'zi yaratadi. Bizda email front-enddan keladi, name front-enddan keladi va create state ham ma'lumotlar bazamiz o'zi yaratadi. Ya'ni faqat email va name ni olishimiz kerak front-end tomonidan. Va bu yerda email i name degan ma'lumotni olamiz. Ana endi constantda deyman, o'zgarish e'lon qilaman. Solution user degan va tenglik await va prisma degan buyruqni ishlatamiz. Prismani e'tibor bergan bo'lsangiz, biz oldingi darsga yaratgan lib papkasidan olib keldik. Lib papkasining ichida biz prisma.ts degan faylimiz bor va bu yerda prismaga ulanish buyrug'i yozilgan, kodi yozilgan, funksiyasi yozilgan. O'sha yerdan olib kelindi prisma va nuqta qo'yadigan bo'lsak, bizning modelimizni chiqarmadi nimagadir. Prisma clientni bir qayta import qilaylik mana shu yerda. Up va generated Prismadan olinishi kerak edi. Prismadan mana shu fayldan olinishi kerak edi. Buni o'tgan darsda to'xtalmagan ekanman. Route Prisma. Mana endi bu buyruqlarimiz chiqyapti. Mana shu yerda biz Prismani generate buyrug'imiz mana shu yerda ishlayapti va biz user modelini tanlaymiz va create degan funksiya bor. Create va create ichiga biz object ochamiz. Data degan object yaratib, buning ichida biz email va name ni berib boramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda ham xatolik chiqyapti. Ya'ni biz ma'lumotlar va Prisma modelida model yaratganmiz, o'shandagi barcha modellarni kiritmadik degan xatolik chiqyapti. Va name ni yuboradigan bo'lsak, mana endi bu xatolik yo'q. Va biz javob qaytarib yuboramiz. Front-endga return next response .json va message yozamiz misol uchun. Bu o'z ixtiyoriy message yozishimiz. Message user created deymiz va virgul qo'yib user degan obyektimizni qaytarib yuboramiz va status 201. Mana bu bizning post requestimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni biz user create qiladigan kodni yozib oldik Prisma bilan.
qayta bir tahlil qilib beraman. Biz frontenddan email va name'ni qabul qilib olyapmiz va user degan o'zgaruvchi yaratib await buyrug'i bilan, ya'ni await bu kutish jarayoni asynkron funksiya bilan Prisma'ni import qilyapmiz lib prisma faylimizdan va uning ichidagi user modeliga murojaat qilyapmiz. Aynan mana shu yerdan Prisma generate buyrug'ining vazifasi boshlanadi. Ya'ni mana shu yerda user modelini o'zi chiqarib beradi, undagi create funksiyalarini ham o'zi chiqarib beradi Prisma generate buyrug'i sababli. Va user modeliga murojaat qilganimizdan keyin bu create bu ma'lumot yaratish funksiyasi. Prisma'ni o'zi beradigan funksiya va uning ichida biz object ochamiz. Bu datani berishimiz ixtiyoriy. Dataga biz yaratmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizni berib yuboramiz. Mana bu object ochdik uni ham ichida va email va name'ni berib yubordik. Bu kalit va qiymat bir xil bo'lgani uchun JavaScript ESOL sintaksiga muvofiq yoki mana bu usulda bersak ham bo'ladi email. Email yoki name'ni ham oldin xuddi shunday qilib qo'ysak bo'ladi, lekin shart emas. O'sha uchun so'rab qo'yaveramiz. Agar nom keladigan qiymat va modeldagi xossa nom ikki xil bo'ladigan bo'lsa, ikki nuqta qo'yib keladigan qiymatni yozib qo'ysak bo'ladi. Va bu API'miz tayyor va buni endi test qilishimiz kerak. Bizga birinchi navbatda base URL'imiz Prismaga mana bu yerdan Prisma'ni extensionini ochib olaman. Birinchi navbatda bizga base URL kerak bo'ladi. Buning uchun biz npm rundev qiladigan bo'lsak, npm rundev npx rundev bo'lib ketibdi. npm rundev bu yerda Prisma tutorial degan loyihamiz ochib bo'lindi va bu localhost 3000 ga ishlayapti. Mana shu localhost 3000 biz uchun base URL'imiz bo'ladi. npm run deb ishlab turish kerak, bo'lmasa API'miz ham ishlamaydi. Va mana bu yerga kelib new request yaratib olamiz, new http request. Va bu faylga kerak emas, schema Prisma kerak emas, faqat route case tursin. Va mana bu yerda bizga yangi bo'lim ochiladi va get emas, biz post request jo'natamiz, chunki biz create qilyapmiz va localhost 3000 ni yozamiz, bu base URL'imiz va undan keyin biz API ni yozamiz, ya'ni API papkasini yozamiz va undan keyin users degan route'ga murojaat qilamiz. Mana bu usersga. Shu bizning API'imizning yo'nalishi bu API. Mana shu bizning API'imiz va ma'lumotni yuborish uchun mana bu yerga body'ga kiramiz. Bu yerdan run bosamiz, ya'ni object sifatida ma'lumot qaytarishimiz kerak. Bu yerda bitta object yozib, misol uchun name muhriddin va email mail elektron pochta belgisi gmail.com va sendni jo'natadigan bo'lsak, mana bu yerga text format qolib ketibdi, ishlamasa kerak. Yo'q, ishladi. Mana bu text formatni JSON ga o'zgartirib qo'ysak, mana bu yerda o'zini formatlari ishlaydi, ya'ni kodlarimizni rangli qilib berdik, ko'rgan bo'lsangiz. Mana endi bizga backenddan javob keldi. Message user created, ya'ni bu message o'zi mana bu yerga yozilgandi, message user created. Va mana bu yerga qaradigan bo'lsak, user degan object keldi. Ya'ni bu mana buni sharofati user degan object, ya'ni bu yerda ham kalit va qiymat bir xil JavaScript ESOL sintaksidan foydalanilgan. Va keyin bizga bitta object aytyapti, id1, buni Prisma o'zi yaratib beryapti. email mgmail.com, name muhriddin va created buni Prisma o'zi yaratib beryapti. Bizga faqat email va name'ni backend tomondan frontend tomondan backendga jo'natib berdik. Va mana endi NeonDB ma'lumotlar bazamizni ko'radigan bo'lsak, NeonDB ma'lumotlar bazamizda tables user hozircha bo'lmish, faqat men bitta yangilay boraman. Mana bu yerga mana id1 email mgmail.com va name muhriddin degan ma'lumot keldi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.